Bu yog'ini ham semchga sapman. Ba'zi bir klientlarga uстановка narxini aytsak, qimmat ekani. Bitta konditsionerga shuncha pul deyishadi-da. Bu konditsioner o'rnatishgan. Oddiy semchka samarasiga qotirib, bu yog'ini rakiga qotirgan. O'sha yorilib yetib kelgan. Mayetini sindirishgan. Bu yog'ini ham semchga sapman. O'sha yana ko'chirib ketdi. Bu endi ishtima ushamaydi endi buni. Nice. Bu qish o'rnatilgan. Что надо? Urun. Konditsioner uruvinda turmasa, ertaga motor ishlaganda uzoq yil xizmat qilib bermaydi. Endi bu yoqda biz o'rnatgan konditsioner. Sen xuddi shunaqa joyga o'rnatiladi. Agregatlarini uruvinga qo'yib, Урон. Что, не знаете урон, что ли? Кто такой урон, блядь? Собачек. Вот там, это кирпич ложится ровно, неровно показывает урон. turbalari orqasidan chiqqan, akkuratniy. Qismlari akkuratniy bo'lgan. Qo'ydik. Yomg'ir suvi tushsa ham konditsioner ustiga tushib, keyin bu yon tarafga tushib ketadi. Hozir vakuum qilish jarayonida. Шефу нормальный, здесь нормальный, все нормально. Xizmatimiz ham shu aytgan narximizga mos bo'ladi.